Damas avtomobillarda elektronlik kabel o'tgan joyiga, xuddi mana shu joyiga ko'rasizlarmi? Blokononkani pinniga tegib, archilib qoladi va blokononkani pinniga teshib ham qo'yish mumkin. Mashina to'g'rilab qo'yishlarga ko'rsatib o'tamiz qani. Bismillahirrohmanirrohim. Kimlarga ozgina bo'lsa ham foydamiz tegsa xursand bo'lamiz. Mana shu xomutini bo'shatamiz. Bitta figurni atverka bilan va xuddi shuni samolyot bo'ltini olamiz. Mana shu xomutni bor, videoni yaqinlashtirib chiroyli ko'rsatgan. Buni bitta aylantiramiz. Bunaqa joyga bitta aylantirib, mana bunaqasi bitta aylantirdik va qisib olamiz bunday qilib. Qo'l bilan samolyotga yetkazib olamiz mana teshigiga. Olib kelib oldik. Endi bitta figurni atverka bilan chiroyli qatiramiz. Hali qorong'ulik uchun qiynalyapmiz. Bunisiga rozi bo'lmaysizlar lekin. Qotiryapmiz. Buni xuddi shunaqa qilib chiroyli qatirgandan keyin bu pechkan shlankasi tegib qoladi. Tegmasligi uchun ozgina mana xomutni bukib qo'yamiz pastroqqa mana. Endi ko'rsatib qo'yganman. Yaqinroqqa olib kelgin. Yaqinroq olib kelaver. Mana. Ko'rasizlarmi? Pinniki zazor ham yaxshi, ham pechkan shlankasi tegib qolmaydi. Joylar sog' bo'lsin, yuzlaring tabassum tarak ketmasin. Avtoprofessiya kanaliga obuna bo'lish, like bosish esdan chiqmasin, ketgan vaqtlaringiz rozi bo'lib qo'yasizlar.